Mana shu daraxtlarni mana ega chiqib qolishingiz mumkin. Bitta bilsa bo'ladi. Gari. Ana, mana yerda suvdan muammo yo'q. Chunki ana yerdan Qumsanga daryosini o'tib ketgan. Shu pastda mana shu shilonni chiqarib kelganman dedi. Mana shu shilon, mana shu uydan kulchat qilasiz. Qancha suv kerak bo'lsa, mana shu yashayman desangizlar, sizlar kelasizlar. Bu kishilar shunday chiqadi, sizlar dal shu yashab ketaverasizlar. Asl bog'bonlardan borib, qayoqdan olib kelganman dedingiz? Pravdadan, Pravdadan olib kelganmiz. Mana bu shaptallar amerikanskiy mana shunday bo'ladi dedi. Mana bular shu yerda savdoni qilib bemalol olib ketaverasizlar. Narxi keladigan bo'lsak, assalomu alaykum barcha YouTube kuzatuvchilari. Mana men hozir mana shu uchastka sotiladi ekan. Opshim 40 sotixlik uchastka. Sertifikat dokumentlari polnisti bor. Mana shu hovlini polnisti sotamanga tushgan egasi. Mana shuni darhol sotish kerak. Kimki olaman desa, hozir men sizlarga ichkariga kirib, polni hamma tomonlama sharoitini ko'rsataman. Suv, hamma tomonlama tushuntirishga harakat qilamiz. Manzil bizni Kalxazobotimizda. Kalxazobotda shu qishloqdan Kalxazobotgacha rovna 6 kilometr. Katta yo'lga chiqish uchun esa 100 metr. 120 metrlar chiqadi ekan. O'yla mashinalar o'tib yotibdi. Ana endi kelingizlar, ichkariga kiramiz. Keling birgalikda. Hovlini aytib o'tdik-a, 40 sotixlik uchastka. Hamma udostuva bor-da. O'zlari kak yashab kelyapti. Mana shu uydan oxirigacha ko'rsangizlar, ajoyib. Bu yer sho'r narsaga aloqasi yo'q. Bu yerda ana ekranga raqam chiqarib qo'yamiz. Egasiga murojaat qilsangizlar, kelib ko'raman desangizlar, местоположение taylaydi. Yana qishloqma-qishloq sizlarga nomlarni tushuntiradi. Mana endi qarangizlar. Bu yerga suvdan muammo yo'q. Chunki ana yerdan Qumsanga daryosini o'tib ketgan. Shu pastda mana shu shilonni chiqarib kelganman dedi. Mana shu shilon, mana shu uydan kulchat qilasiz. Qancha suv kerak bo'lsa, mana shu 50 lik shilon sizlarga suv chiqarib beradi. Mana pomidorlar tikilgan eng oldi. Mana shu darag'i ham ko'p ekanda. Anar ko'p narsalari bor ekan. Ha bunda video davomida ko'rib qolamiz. Buni lekin sal ketibdi. Bu faqat navda. Ana endi kelamiz. Juzum sharoit bor. Lekin to'g'ri maqtaymiz, maqtasa lekin nassamda uy ekanda. Mana qarang. Buni uzunasi 28 metr dedingmi? 28 metr buni ko'rib turibsizlar. Buni pastini ana berkitib olib turib, yana nimadir qilib olsa ham bo'ladi. Juzumchalarni ko'rib turibsizlar. Juzumlar mana hosil berib turibdi. Necha yillik juzumlar buni. Как положено. Mana archa. Ana endi uyni asta bir chekkasidan ko'rsatamiz-da. Qanasan? Zo'rmi? Assalomu alaykum, yaxshimi? Kelingizlar. Ana men o'zim ichkariga kiraman. Bismillah deb. Mana ichkariga kirib ko'ramiz. Qarangizlar. Patolog, aboy, hamma narsasi как положено. Shu yashayman desangizlar, sizlar kelasizlar. Bu kishilar shunday chiqadi, sizlar dal shu yashab ketaverasizlar. Bu yerga butun bir katta oila kelib joylashsa bo'ladi. Aka-ukalar keyinchalik hovlini, masalan, dokumentlarni bo'lib olsa ham bo'ladi. Chunki 40 sotixlik deydi. 40 sotix bu hali narxlar ko'rsatamiz, juda katta joy deganida. Ana endi keling, mana xonaga kiramiz. Mana keling, o'zlari yashab turibdi. Ha, ichkarilar ham xuddi shunday remontdan chiqqan endi. Har bir joyda yashab turgan narsasini spalnisigacha ko'rsatib yotish menimcha shart bo'lmasa kerak. O'zingiz kelib, klientlar ko'rsa bo'ladi. Chunki biz ijtimoiy tarmoqqa u yerni ko'rsat, bu yerni ko'rsatmadan odamlar hijolat qo'yishimiz mumkin. Hech kim yo'q. Keling. Mana bitta xonasi. Ichkarisini olib beramiz haligina. Keyin mana bu yerdan olamiz. Keling endi mana bu xonani ham olamiz. Mana nima aboy deydi buni? Endi kelasizlar, uylar mana bir xona, ikki xona, mana 3 xonali ekan, buni aynalashiga bo'lgan. O'yinaga. Ha, 4-xona ham bormi? 4-xona ham bor ekan. Qap keng bu yerni ham ko'rsatamiz, bir aylanib. Bu yerda shu yerda ham bir jala liniyani ko'rsatib beramiz. Voy, buni qarangizlar. Qanday egilib bo'lib ekan qo'y, yomon chiroyli bo'lib qarang. Jaqin altdan ayda. Mana shu daraxtlarni mana ega chiqib qolishingiz mumkin. Bitta bilsa bo'ladi. Gari. Ana, mana yerda yana bitta xonasi bor ekan. Mana bu maydaxona bu yerda menimcha banya hisobida solingan bo'lsa kerak. Mana qarangizlar, bu yerda xurma, alcha, glas liniya mana shu yerdan ketadi desak, mana qilasiz. Bu yoq endi qo'shniki mana bu zabordan, mana shu zabordan ichkarisi. Ana endi bunaqdan aniqroq ko'rsatadi-da. Buni baylaganini.
Oh. Qarang. Bu yerga jo'nishqa tigilgan. O'rtalariga shaptal tigilgan. Shaptallar hali paka mayda. 1-2 yilda o'sha katta terib qoladi-da. Navda bo'lmagan bir marta normal kontopga qilingan o'sha ta'mirlari mustahkam ketgan. Bu yog'i esa mana bu pomidorlar ham, undan tashqari yana tarvuz, handalak, shunday qovunlar bor ekan. Hay, yana pastdagi haligacha-da. Liniya daraxtlargacha naraqdan yo'l ochib, u yoqdan kirib keladigan ham qilsa bo'ladi aytamiz. Bir katta oila kelsa, masalan 3-4 ta odam joylashsa bo'ladi. Uning uchun kelasizlar, mana uyda, mana oila aka-ukalar bemalol boshqa yoqdan ko'chib shu yerga yashayman desangizlar, keyinchalik o'zingiz to'g'rilab ola berasizlar. Lekin baribir buni lekin juda zo'r ekan. Egasi hozir aytib o'tib ketdi. Hovlima nimaiki ko'cha tikkan bo'lsam, bil bo'ladimi? Asl bog'bonlardan barib qayerdan olib kelganman dedingiz? Pravdadan, ha? Pravdadan olib kelganmiz. Mana bu shaptallar amerikanskiy mana shunday bo'ladi dedi. Mana bular xili katta bo'lar ekan. Bular katta olchagas ichidan pishkish emas, lekin juda zo'r ekan. Uni tuynagidan bilaman-da, ichidan pishkisimi yoki boshqami? Havuz 30 tonnalik ekan. 30 tonnalik havuz ko'tarilgan, ustini supaqlatsa ham bo'ladi, ustini munocha qilib qo'yganman dedi. Eslashda men ichini ochib ham ko'rsataman sizlarga. Mana 30 tonnalik toza suv turibdi, javon suv. Mana ko'rtusizlar, bu nok. Noklarning haslini qarang. Oldidan olsangiz, polnistu noklarman mana. Normalni baylagan noklarda ham borib, imminni o'liklardan, bog'bonlardan olib kelganman dedi. Mana ko'chatlarni qarang. Mayja ko'chat tiqilyapti. 1-2-3 yilda yanada hammasi o'sha ko'zga ko'rinib qoladi. Ana endi bu agregatga kirsak, kirishdan oldin bunaqta liniyani tushuntirib beraylik. O yoqda liniyani nari tomondan ko'rsatdik. Mana shu siyirlar turgan joy ham shuniki. Yana sumqor tortib qo'ygan. Shu yerdan o nari chekka dakonsa asosan anar ketgan. Anarlar ham o'zini ko'tara olmaydigan baylaydi ekan. Kontopga qilib turish kerak uni abzatında. Juda katta anar beradi dedi. Buni ko'rtursa bu betga tarvuzlar tegilgan. Mana hammasi biring ko'chatda biragi yo'q. Kak bo'lishni hammasi aniqlabdi. Mana shunday paytda odam bunday joyda sota bersa ham o'sha bunday joy olish qiyinroqda endi. Men shaxsan hozirgi времяda bunday obod joyni bekor sotmaydi. Shuning uchun jigarlar bir maksimalni bir podashga qilib qo'yasizlar. Bunday qanda pastdan ko'rsatay hay. Adaqacha keldim. Mana shu yerdan ham agarda varata ochib qo'ysa, mana bu daraxtning oldiga shunday kirib ketsa bo'ladi, inshaalloh. Mana pastidan ko'rsatib beramiz. Qaranglar, xatosi bormi? Yo'q albatta. Qaranglar, qanchalik chiroyli hovli ekan, nassamdir marhum. Bu hovlida faqat yashash kerak edi. Shu o'ylaymanki, ajoyib uyda reklama qilyapman, o'zim ichimdan o'tkazyapman shu narsani. Обязательно bu videoni bir tarqatib qo'yasizlar, chunki hamma tarafdan sharoitini ko'rsatdik, qay darajada. Ba'zi noklar muncha bo'lib qopti. Ana. Mana bular xurmo ekan. Ketdimi? Mana sizlarga hovlini birim-ketim ko'rsatdik. Endi ba'zilar ko'rsatilmay qolgandir. Bundan ziyod hamda endi ekranga raqam qo'yib qo'yamiz. Olaman degan insonlar murojaat qilasizlar, kelib shu yerda savdoni qilib, bemalol olib ketaverasizlar. Narxi kelgan bo'lsa 830 ming so'm deydi. Shu o'rinda yana gapni aytib o'tkazsam, bu egasini qo'ygan narxi. Egasi uy olib sotar emas bunday qanda. Shunday narxni qo'ygan. O'zi xalq shu aynan mintaqani aytadigan bo'lsak, shu Tashrobodda qaysi ko'chada qanday vaziyatda narx suvga qaraladi ham, suv ham bor, boshqasi ham bor. Kelib barib olaman degan insonga bular sotaman degan insonlar. Sizlar kelasizlar, savdo qayergacha borsa boradi, hamma peshonasidan ko'radi. Muhimi haqiqatan sotaman degan inson. Shu videoni bir maksimalni tarqatib qo'yishlaringizni men shaxsan tarafdoriman. E'tiborlaringiz uchun kattadan katta rahmat.